Elhamdülillah Allah yetkazdi, bana quvonch ko'zlariga yetkazdi. O'ylaymanki, biz haqli edik bunga erishishga. Bu faqat bizlarda futbolchilarda yutuq emas. Biz harakat qildik, biz o'zimizni qo'limizdan kelgan amalni qildik. Alloh bizga shuni nasib qildi. Bu butun o'zbek futbol muxlislarini bayram. Mana shunday ulug' kunda bizni duo qilib, qo'llab-quvvatlab, bizga uzoqdan bizga mana shu hajlarda, uzoqda bizga davlatimiz rahbari, o'zimiz ahli ilmlar hammasi duo qilishdi. O'ylaymanki, Alloh o'shaning uchun bizlarni mana shunday ulug' bir kunda, ertaga Qurbon hayiti, bugun Arafa kuni, mana shunday ulug' bir kunda yanada xalqimizga bayram ulashdik. O'ylaymanki, biz buni mana siz aytganingizdek 34 yil kutdik. Alhamdulillah Alloh yetkazdi. Ey yaşa rahmat. Otabek aka, men nafaqat o'zimning nomimdan, butun